Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 17-aprel 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 25 so'm 19 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 2165 so'm 24 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,216,524 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,1% ga tushdi. Yevro 32 so'm 11 tiyinga tushdi. 1 yevro 14,360 so'm 65 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,463,065 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 2,0% ga oshdi. Rossiya rubli 2 so'm 67 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 42 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159,420 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 8,8% ga oshdi. Xitoy yuani 3 so'm 43 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1783 so'm 63 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,783,660 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0,7% ga oshdi. Koreya voni 1 tiyinga tushdi. 1 Koreya voni 8 so'm 24 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8240 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 0,7% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi. 1 Rossiya rubli 10 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 76 Rossiya rubli 31 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7630 Rossiya rubli 94 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 8,2% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.